Bugun yoshlar orasida kitobxonlikni rivojlantirish, zamonaviy kitob do'konlarini ham tashkil etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu yo'lni bosib o'tayotgan yosh tadbirkorlar bilan bugun suhbatlashamiz. Mehmonimiz kelajak bunyodkori davlat mukofoti bilan taqdirlangan Buxoro Books kitob do'koni asoschisi Jahongir Bafoyevdir. Assalomu alaykum Jahongir. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Jahongir aka, avvalo mana shu davlat mukofotini shaxsan prezidentimiz qo'llaridan olayotganingizda qanday his-tuyg'ularni yuragingizdan o'tkazdingiz? Shu haqida to'xtalsak. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz tomonidan kelajak bunyodkori davlat mukofoti bilan taqdirlandim. To'g'risi buni kutmagan edim, chunki kichkina qilgan mehnatlarimizni muhtaram prezidentimiz katta baholab kelajak bunyodkori davlat mukofoti bilan taqdirladilar. Avvalo bu yutuq faqat meniki emas, butun jamoamniki. Chunki men bilan birgalikda juda ko'plab insonlar ushbu loyiha ostida harakat qilishadi va o'z ko'maklarini berishadi. Undan tashqari ushbu mukofotni olishimga yana bir sabab ota-onam duosi deb o'ylayman. Albatta bu mukofotni qo'lga kiritishim menga qo'shimcha kuch, g'ayrat va shu bilan birgalikda yelkamda katta mas'uliyatni yuklaydi. Kelajakda Xudo xohlasa ushbu davlat mukofotiga munosib bo'lishga va bu albatta shu bilan to'xtab qolmaymiz, davomiy bo'ladi. Shuni inobatga olib, Xudo xohlasa yanada yaxshiroq harakat qilishga harakat qilamiz. Bugun ko'pchilik yoshlarni kitob o'qimaslikda ayblaydi. Bu fikrga siz qanday qaraysiz? Agar rostdan ham shunday bo'ladigan bo'lsa, mana shu katta risk qilib shu biznesga kirishingizga nima sizga turtki bo'lgan? Hozirgi yoshlar kitob o'qimaydi deb ayblab bo'lmaydi. Aslida hozir yildan yilga kitobxonlik rivojlanyapti. Bunga albatta muhtaram prezidentimizni kitobga va kitobxonlarga berayotgan e'tiborlari sabab. Jumladan 2017-yilda yosh kitobxon tanlovi e'lon qilingandan so'ng nafaqat kitobxonlik rivojlandi, balki nashriyotlar ham ancha soni ko'paydi. Jumladan 2017-yilgacha 100 ga yaqin nashriyot O'zbekistonda faoliyat olib borgan bo'lsa, hozirgi 2026-yilga kelib ushbu nashriyotlar soni 600 tadan oshdi. Undan tashqari davlatimiz rahbari tomonidan 2017 va 2026-yilga qadar, ya'ni 27 ta BID mashinasi o'sha kitobxon g'oliblariga taqdirlangani, bu ham yoshlarni o'sha kitob o'qiyotganiga dalolat beradi. Undan tashqari yoshlarimiz hozirda bir qancha xorijiy davlatlarning top universitetlariga o'qishga kirayotgani ham buni shundan bilsa bo'ladiki, yoshlar kitob o'qiyapti va bilimga chanqoq. Nima uchun aynan kitob biznesi? Boshqa ketmon uchadigan bizneslar ham bor edi-ku. Kitob biznesi avvalambor oiladagi muhit deb bilaman, o'sha kirib kelishimga, chunki men kitob biznesi bilan shug'ullanadigan 4-avlod hisoblanaman. Chunki esimda bor, otam, undan tashqari buvamlar o'sha bozorda, kichkina rastalarda, oddiy rastalarda kitob sotishgan. Unaqa hozirgiday katta do'konlar yoki o'sha yaxshi sharoitdagi do'konlar bo'lmagan. Bozorda ochiq joyda o'sha kitob sotishgan. 2017-18-yillar mobaynida joyni o'sha do'konni ijaraga olib kitob savdosini boshlaganmiz. Keyin sekin-sekin kattalashib borib, mana hozir 2021-yilda masalan do'konimizning umumiy maydoni 100 kvadrat bo'lgan bo'lsa, hozirda 2026-yilga kelib 300 kvadratli maydonga o'sha kitob do'konini tashkil qilganmiz. Undan tashqari faqatgina kitob savdosi bilan to'xtab qolmasdan, o'sha aynan o'zimizni Buxoroni brend qilish maqsadida Buxoro Books loyihasi ostida o'sha jahon adabiyotini asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilib nashr qilishni yo'lga qo'ydik. 2023-yil, 2026-yillar davrida umumiy kitob chiqarganlarimiz 90 xildan oshdi. Undan tashqari 160 dan ziyod kitoblarni muallifligini qo'lga kiritganmiz. Tadbirkorning asosiy daromadi yoki tirikchiligi bu reklamadan bo'ladi. Reklamaga, misol uchun Buxoro Books kompaniyasi qancha pul ajratadi? Biz o'sha mavsumiy bo'ladi. Odatda reklamaga yoz mavsumida biz reklamaga deyarli umuman pul tikmaymiz. Lekin o'rtacha olib qarasa, sentyabrdan to shu maygacha bo'lgan davrda shu 15 ming, 20 ming dollar atrofida reklamaga pul ketadi. Kitob chiqarish jarayonida qaysi jihatlarga e'tibor berasiz? Biz bilamiz, mana shu Buxoro Books jamoasida ko'plab jahon adabiyoti namoyandalarining eng sara asarlari chop qilinadi va sotuvga qo'yiladi. Mana shu kitob chiqarish jarayonida qaysi jihatlarga e'tibor berasiz ko'pincha?
Birinchi navbatda hozirda talab shunaqa bo'lyapti. Romanlar, ya'ni badiiy kitoblar ko'proq talab qilinyapti. Shuni inobatga olib badiiy kitoblarni mualliflikni qo'lga kirityapmiz va harakat qilamiz sifatli birinchi navbatda tarjima qilishga va o'sha jamoamizga yaxshi professional tarjimonlarni jalb qilganmiz. Dizayni ham ancha odamga o'zini jalb qilishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni kitobxonlarni xohlaymizmi, yo'qmi, deyarli 70% hozir kitob niqobasiga qarab kitoblarni xarid qilishyapti. Boshqa kitob do'konlarida ajratiladigan farqlar? Bizda narx tomondan harakat qilamiz. Narxni doimiy arzon ushlab turishga harakat qilamiz, chunki aholini o'sha cho'ntagini hisobiga olgan holda narxlarni doim arzon qilib turib, o'sha insonlarni kitobxon qilishga harakat qilamiz. Agar kitob juda qimmat bo'lsa, hamma vaqt ham daromadni oldin qo'ymaslik kerak. Chunki kitobda baraka bor. Ko'pchilik masalan narxlari arzon ekan deb duo qilib ketadi. Bizda ko'p shunaqa holatlar bo'ladi. O'sha uchun harakat qilamiz doimiy narximizni arzon saqlashga va albatta kitobni o'sha xilini, turini ko'paytirishga. Doimiy yangi kitob u sotiladimi, sotilmaydimi, bizning do'konda bo'lishi kerak. Shu masala bo'yicha bu. Shaxsan o'zim ham ko'plab kitoblarni Buxoro Books do'konidan xarid qilaman va haqiqatan ham boshqa kitob do'konlariga qaraganda juda ham narxlar arzon va hamyonbop. Keling, bugungi kunda trendga chiqayotgan kitoblar haqida gaplashamiz. Ayrimlar uni ommalashayotgan mana shu kitoblarni sayoz deb baholashadi. Sizning fikringiz qanday? Bu kitoblarni sayoz rosandan ham sayozmi yoki auditoriya talabimi yoki ular marketing qurboni bo'lishyaptimi? Marketing qurboni emas. Bunday kitoblarni o'zi odatda sariq adabiyot deb atashadi. Lekin aynan o'sha kitoblar ko'pchilikni kitobga kirib kelishiga sababchi bo'lgan. Jumladan masalan bunday kitoblarning bir nechtasini hozir aytsam bo'ladi. Masalan hozirda oxirgi vaqtda o'zimizning nashriyotimizdan chiqqan Faryod kitobi, Men Maryam kitobi, ularni umuman sayoz deb bo'lmaydi. Uni biz hech qanday marketingga masalan pul tikmaganmiz. Kitobxonlarning o'zi shu o'qib, mutolaa qilib, reklama qilgan. Undan tashqari boshqa nashrlar tomonidan o'sha nashr qilingan Binafsha Shu'lasi, yana undan tashqari Hayot Qazanjondan boshlanadi kitoblar. Aslida bu kitoblar yengil bo'lgani uchun o'qilishi oson. Kitobxon hech qachon kirib birinchi kundan Dostoyevskiyning kitoblarini yoki Kafkaning kitoblarini mutolaa qila olmaydi. Ularga yengil kitobdan boshlash o'zi maslahat beriladi ko'pincha. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Vaynerlar bilan birgalikda book blogerlarni ko'rishimiz bu juda ham quvonarli holat va mana shu book blogerlarga Buxoro Books jamoasi qanday imkoniyatlarni yaratib bergan yoki qanday hamkorlik rishtalari o'rnatilgan? Bizda book blogerlar bilan hamkorlik bor albatta. Ularni bir o'sha kitobxonlikni rivojlantirishda xizmat qiluvchi elchilar deb atasak bo'ladi. Chunki ular asosan kitoblarni targ'ib qilish bilan, ya'ni kitobni mutolaa qilish va yaxshi kitoblarni targ'ib qilish orqali o'z auditoriyasini yig'ib borishadi hamda o'sha millatni, o'sha ko'pchilik hozir yoshlarni, Instagramda turgan yoshlarni ayniqsa kitobxonlikka jalb qiladi ular. So'nggi kunlarda lotin alifbosiga takomillashtirish va qayta yangilash masalasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi va bu keng jamoatchilik e'tiborini tortib, keng muhokamaga sabab bo'ldi. Bu mana shu yangilanishlar qaysidir ma'noda auditoriyani savodsizlantirib qo'yishi degan xavf bormi sizda? Hali rosti bunaqa to'xtamga kelmaymiz, chunki kun kecha e'lon qilindi, ya'ni alifboni alishishi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, kiril alifbosidan lotin alifbosiga o'tganimizda bir necha yillar bo'ldi, lekin haligacha kiril alifbosidagi kitoblar, hujjatlar o'qib, o'sha ishlatib kelinadi. O'sha uchun men o'ylayman, hali bu alifbo kirib kelishiga bizda ham 5-10 yil vaqt ketadi. Tadbirkorlik faoliyatingizni boshlash jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Bu kitob biznesiga qadam qo'ymoqchi bo'lgan, endi kirib kelayotgan yoshlarga qaysidir ma'noda motivatsiya bo'la oladi? Sizning fikrlaringiz? Kitob biznesiga kirishdagi asosiy birinchi o'sha qiyinchilik albatta moddiy taraflama bo'ladi. Chunki har oy eng kamida 10 ta yangi kitob nashr qilinadi va doimiy do'konda yangi kitoblar bo'lishi bu savdoni oshishiga sabab bo'ladi va agar moddiy tomondan qiyinchilik bo'lmasa, o'z-o'zidan savdo rivojlanadi. Undan tashqari faqat kitoblarning yangisi emas, do'kondagi muhit ham bo'lishi kerak. Muhit o'sha dizayn tomonlama, undan tashqari kitob javonlari doimo saramjon tursa agar, albatta kitob savdosi yaxshi bo'ladi.
Britaniyada kitoblarni nashr qilish bilan shug'ullanamiz. Undan tashqari kecha yangi agentlikni ochdik, Bukhara Books Agency. Ushbu agentlik orqali o'zbek adablari asarlarini, bolalar kitoblarini o'zbek tilidan chet tiliga tarjima qilib, dunyodagi o'sha yetakchi xorijiy nashriyotlarga sotish, tarqatish va o'sha o'zbek adabiyotini dunyoga tanitishni maqsad qilganmiz. Undan tashqari Buyuk Britaniyadagi kompaniyamiz ham, o'sha nashriyotimizni ham asosiy missiyasi shuki, o'zbek adabiyotini chet tiliga tarjima qilib Yevropa davlatlariga sotish. Chunki hozirda Yevropada bir qancha vatandoshlarimiz yashab, o'sha yerda o'z faoliyatini olib borishadi va ularni farzandlari mutolaa qilish uchun o'zbek adabiyoti yoki o'zbek xalq ertaklarining ingliz tilidagi kitoblari yo'q. Aynan bu orqali biz o'sha ularni milliy o'zligini saqlashga yordam beramiz. Ya'ni o'sha o'zbek adabiyotini ham tanitamiz, ham O'zbekistonda o'sha o'zbekistonlik bo'lgan vatandoshlarimizni milliy o'zligini saqlashga yordam qilamiz. Bu sayt orqali sotuvga qo'yiladimi shunday? U yerda hozircha biz hozir eksportni ruxsatini olganmiz. O'sha import eksport ruxsatini olishimiz bilan endi sentyabr, oktyabr oyidan boshlab birinchi navbatda erta kitoblarni ham onlayn ham offlayn sotamiz. Asosan u yerda o'zi Angliyada kitob do'konlari va Amazon sayti orqali sotiladi. Rahmat Jahongir aka, studiyamizga yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Bag'oyatda xursandman. Rahmat, sog' bo'ling.